Excelda nusxa olish va nusxa ko'chirish mavzuyi. Xo'p, qanaqa qilib Excelda biror bir ma'lumotdan nusxa olib, biror bir joyga nusxa ko'chirishimiz mumkin. Bu juda ham oson, xuddi boshqa programmalarga o'xshab juda ham osonlik bilan qilinadi. Masalan, menga mana shu ma'lumotdan nusxa olmoqchiman. Nima qilaman? Oddiygina home'da mana pastida copy turibdi yoki bo'lmasam o'ng tugmani bosamiz, keyin bo'lsa copy'ni bosamiz. Mana copy'ni bosdik. Keyin bo'lsa men qo'ymoqchi bo'lgan joyga. Men masalan mashkatiga qo'ymoqchiman. Xo'p, keyin bo'lsa nusxani bu yerga ko'chirishim uchun oddiygina mana paste bosaman. Mana tayyor bo'ldi. Keyin escape bossam, mana shu perioddagi belgilangani yo'q bo'ladi mana. Xo'p, endi masalan nuqtalilarni qanaqa ko'chirsa bo'ladi? Bunda ham mana Ctrl klaviaturada oddiy mana hozir ko'rsataman, Ctrl C ni bossak bo'ladi. Keyin bo'lsa mana qayerga qo'ymoqchiman? Mana G5 ga qo'ydim. G5 ga qo'ydim. Keyin bo'lsa Ctrl V ni bosishim kerak, lekin hozir bosadigan bo'lsam 0 bo'lib qoladi. Mana. Xo'p, Ctrl Z qilaman. Bu yerga nima qilishim kerak? O'zi aslida mana chapga bosamiz, values tanlashim kerak. Men hozir paste qilib qo'yganman, oddiygina, lekin menga hozir values kerak. Shuning uchun mana values bossam mana to'g'ri bo'ldi. Escape bosamiz. Keyingi qiladigan ishimiz, xo'p, qanaqa qilib masalan nusxa olmasdan oddiygina biror bir joyga ko'chirishimiz mumkin ma'lumotni. Buni yo'li belgilab olamiz. Keyin bo'lsa hop yashil chiziqqa olib boramiz. Mana shunaqa belgi chiqadi. Belgi chiqqandan keyin chap tugmani bosgan holatda mana qo'ymoqchi bo'lgan joyimizni belgilab qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda mana ma'lumotni bu yerdan olib bu yerga ko'chirdim. Ya'ni hech qanaqa nusxa olmasdan o'zini olib biror bir joyga ko'chirdim. Hop, Ctrl Z. Endi masalan menga mana shu average'dagi butun hamma ma'lumotni men masalan F ga ko'chirmoqchiman. Buni oddiygina hammasini belgilab chiqishimiz mumkin, lekin bu anchagina vaqt olishi mumkin. Sizlarga osonroq usulni o'rgataman hozir. Hop, F ni belgilab olamiz. Belgilagandan keyin mana home da turibdi. Eng oxiriga borsak, bu yerda mana after sumdan keyin mana pastda fill turibdi. Fill ni bosamiz. Fill ni bosganimizdan keyin bu yerda bizga bir nechta tanlovlar bor. Masalan, down pastdan olish yoki bo'lmasam to'g'ridan, tepadan, keyin bo'lsa chapdan olish. Bizga hozir ko'rib turibsizlar, bu yerda to'g'ridan olamiz, ya'ni rightdan olamiz. Mana rightni bosdim. Xuddi shu ma'lumot mana F da ham bo'ldi.